Qara, meni evaram bor ekan. Bobo, ko'chada duch kelgan bolani ushlab olib, seni o'g'ling deyapsizmi? Juda ham kulgili-ku. Bizning Tizyan avlodining chap qo'lida xoli bor. Nima? Ha, rostdan ham yanglishmabman. Bu bizning Ziyan avlodining zurriyodi, demak Ziyan sulolasining davomchisi bor. Voy, bular o'g'rilarmi deyman? Qaranglar, ana u yerda nima bor ekan? Hoy, evaram. Hoy. Bobo, hazillashmang. Yaxshi ham chaqqon ekanman. Bolani sochidan bir tola yulib oldim. Tezroq kasalxonaga birinchi tekshiruv o'tkazishim boraylik. Bobo, kompaniyada ishlarim bor. O'yinlaringizni o'zingiz o'ynayveringlar. Men aralashmayman. Hoy, nodon. Hozir evaramdan ham muhim ish bormi? Ko'p gapirmay, jim o'tirib kut. Javoblar chiqdi. Javoblar chiqdimi? Bir ko'raychi. Men birinchi ko'raman. Men birinchi ko'raman dedim, men birinchi ko'raman. Uchindan ham mening o'g'lim. Nahotki o'sha ayol bo'lsa. Xudo, rostdan ham meni evaram ekan. Seni yaxshi bilmas ekanman. Hamma ishni bizdan yashirib pishirib bo'psan-ku. O'zini bilmaganga olishini qara, nimaga qaqqayib turibsan? Tezroq boqqa bor. Ziyan oilasini zurriyodini qaytar. Bizning oilada 10 avloddan beri bitta merosxo'r bo'lgan. Salom, shart sotib oling. Yo'q, kerak emas. Oyjon. Dudu. Dudu, qorning ochdi. Mana Oyjon non olib kelganman. Oyjon, qarang, yesa bo'ladi. Dudu, oyligim chiqsin, senga mazali ovqatlar tayyorlab beraman, xo'pmi? Oyjon, nonim shirin, juda ham mazali ekan-a. Har tomondan qidiringlar. Xo'p bo'ladi. Oyjon! Kechirasiz, adashibman. Janob, topolmadik. Qidirishdan to'xtamanglar. Yer tagidan bo'lsa ham o'g'limni topinglar. Xo'p bo'ladi. Janob, direktorlar kengashining yil sarhisobi yig'ilishi 1 soatdan keyin boshlanadi. Qatnashmasangiz bo'lmaydi. Men avval kompaniyaga qaytaman. Sizlar izlashda davom eting. Xo'p bo'ladi. Menda hozircha kam pul qoldi. Hattoki ijaraga ham yetmas ekan. Ziyan guruhi 1 yildan beri dizaynlashim uchun haqimni berishmayapti. Ovqat yetkazib berish kerak. Voy, Ziyan guruhiga yetkazib berish kerak ekanmi? Demak, menejer Tsuyni oldiga borib, haqimni talab qilaman. Qani ko'ramiz, berarmikin? Dudu, yur, ovqat yetkazib beramiz. Yashasın! Mana. Dudu, men hozir ichkariga kirib, ovqatni berib chiqaman. Sen bu yerda meni kutib tur. Oyjon, xavotir olmang, hech qayoqqa ketib qolmayman. Barakalla, yur. Salom, men ovqat yetkazib bergani kelgandim. Iltimos, bolamga qarab turing. Ishingizni bitirib kelavering, hech qayoqqa ketmaydi. Jang guruhiga oddiy odamlar kira olmaydi. Katta rahmat. Voy, bu yer juda hashamatli ekan-a. Katta bo'lganimda shu yerda ishlasam, oyim hech qachon bunchalar qiynalmasdilar. Jang guruhida faqat eng zo'rlar ishlaydi. Juda katta narsani orzu qilar ekansan, bolakay. Janob, jang keldilar. Qani bolakay, tezroq yashirin. Xo'p.